Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Qalasizlar? Bormisizlar, sog'misizlar? Mana sizlar kutgan 9 ot kuchlidan 17 ot kuchli motobloklarga chiziklarimiz tayyor bo'ldi. Shu munosabat bilan sizlarga rolik tayyorlayapmiz. Bu qanday materiallardan yasalgan, qanday material, qanday ishlatiladi, nimaga ishlatsa ular agat olishga pul toza qilishgan hammasi haqida xudo xolasa video davomida batafsil ma'lumot beramiz. Bu chizig'imiz motoblok tigerga qo'yib qo'yilgan. Har qanday turdagi motobloklar sizlarda Airboys bo'ladimi, Texa bo'ladimi, boshqa turdagi motobloklar bo'ladimi, hammasiga moslab yasab berilaveradi. Qanday materiallardan yasalgan? Bular materiallar mustahkammi yoki Xitoy temirlariga o'xshab bir marta ishlatganda qayrilib ketadi deganlarga mana qalin konteyner temirlaridan, eng mustahkam temirlardan yasalgan. Bo'lgalarga bitta o'rtasida katta bo'lgalar qo'yilgan, balonlari ham yorilmaydigan qattiq balonlar qo'yilgan. Materiallar ko'rsatib o'tayotganim juda mustahkam materiallar. Mana bu likrovkalar bitta o'rab berasizlar. Motoblok uchun maxsus yasalgan. Shu yerda hamma narsa shu yerda yasalgan. Mana shu to'kirxonada. Hech qayerda mahsulot boshqa joydan olmaymiz, Xitoydan olib keltirmaymiz buni. Mustahkamligiga garantiya beramiz. Xo'p, eng muhimi sizlarga qanday agatlar ola oladi yoki qaysi agatlarga tushadi deganlarga 60, 70, 90 agatlarga mana likrovkalar moslab qo'yilgan. Bundan kattaroq, kichikroq razmerlar bo'lsa, pulni kelishgan holatda yasab beramiz. Buni narxi 1.100.000 so'm ekan. Xo'p, bittadan laykni bosib, pachkan bosib kelganlarga skidka qilib berishar ekan albatta. Buni ishlashini ham ko'rsatib bering deganlarga hozir